Bugungi kunda dunyo miqyosida global tahdid sifatida baholanayotgan giyohvandlik muammosi millat taqdiri va yurt kelajagiga jiddiy xavf solmoqda. Ushbu illatning har qanday ko'rinishiga qarshi qat'iy kurashish, uning tarqalish zanjirini uzish muhim ahamiyat kasb etadi. Navbatdagi tezkor tadbir davomida yana bir narko jinoyat fosh etildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt hududida giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi dorilarning tarqalishini oldini olishga qaratilgan bir qator tezkor tadbirlar olib borilib, jinoyatga jazo muqarrarligi prinsipi ta'minlanmoqda. Xususan, poytaxtning Bektemir tumanida Toshkentga olib kirilayotgan sintetik giyohvandlik vositalari to'xtatib qolindi. Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga harakatlanib kelayotgan Nexus transport vositasi to'xtab tekshirilganda yo'lovchining sumkasidan oq polietilen paketga o'ralgan kristal oq modda borligi aniqlanib, tegishli tartibda Bektemir tuman navbatchilik qismiga topshirildi. Mazkur shaxs o'zi bilan olib kelayotgan giyohvandlik vositalari ichki ishlar organlari xodimlarining sa'y-harakatlari sergakligi sabab vaqtida to'xtatildi. Xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olindi. Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir davom ettirilib, gumonlanuvchining yashash manzili ko'zdan kechirildi. Natijada giyohvandlik vositalari, elektron tarozi, qadoqlash uchun zip paketlar va boshqa buyumlar topilib, daliliy ashyo sifatida olingan. Gumonlanuvchidan olingan giyohvandlik moddalarining og'irligi 1,5 kilogrammni tashkil qilmoqda. Natijada fuqarolar va ayniqsa yoshlarning zaharlanishi oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.